masjiddan chiqib keladi, chorva mana shunday masjiddan oqib borib tarqaladi. Nanay qishlog'iga mana masjiddan mana bunaqasiga unaqa qilib ketaverasiz. Yo'lda yomon lekin. Mana shu 10 tarafimiz, ya'ni bu yoq tarafi nanay bo'ladi. Hovani pirpiray. Karzinki. O'shani pastidan pastroqga qarasanglar piramida. O yashil tomli 3 burchak piramida. Karim qiziniki? Yo'q, hozir endi u hozir ham dam olish manskarin bo'lib ketgan hozir. Oldiniki? Oldin. Mana bu ikki yoqqa bo'linganda, hozir qanaqa? Yo'q. Mana asosan mana jigarim. Bu yoqdan chap tarafingdan suv oqib keladi. Hovani ko'prikni ko'rasiz. Xo'p. O'sha eski nomi u yog'och ko'prik bo'ladi. Xo'p. O'sha yerdan suv oqib kelib to'planib, mana sekin ko'payib borib, mana o'sha chiqib ketuverish joyida dambaga to'planib turadi. Bu yoqqa ham ketadimi? Yo'q, bu yoqqa ketmaydi. Kelyaptim bu yerdan. Yo'q, bu yerga bundoq yoyiladi. Ha. Nanaydan ozgina sharsharani suv tushadi, bo'ldi. Yerdan unaqa uncha katta potok bo'lmaydi. Ha. Asosiy potok chap qo'ldan keladi. Qozog'iston, Qirg'iziston mana shu tog'laridan oqib kelayotgan suvlar mana shu yoqqa kelib, to'planib borib, bizning xalqimiz, O'zbekiston xalqi, Toshkent xalqiga eng ko'p boradigan suvlarimiz mana shu bo'ladi. Ekinlarimizga borayotgan suvlar. Tishga ham shu yerdan bo'ladimi? Tishga ham borayotgan. Zog'aroniki ham ichamiz-ku vaqt kelganda qaynatib suvdi. Subhanalloh. Shahar hozir mana bu daraxtligidan 50 metrdan 60 metrdan oshib pastga tushgan. Yoz kunlari sezon paytida dambani ozgina yopsa, o'sha daraxtligidan bo'ladi. Mana o'ng qo'ldagi burchakdek ko'tarib turgan joylarni daraxtlar tagida iz turibdi, alohida suvning izi. Xo'p. O'sha yergacha ko'tariladi. Mana bu ko'rdim. qizil oq qilib betonlab qo'ygan. O'sha beton emas ekan, o'zi aslida tosh bo'lishi kerak taxminan. Bu ham belga, o'sha yergacha ko'tariladi. Bu yerdan qaraganda taxminan yarim metrcha Bu ko'rinyapti, lekin bizning ko'zimizda hozir 1 sm ko'rinyapti, lekin yoniga borsangiz juda katta. Bu dambani suvni tushib chiqarish, qo'yib yuborish, ushlab natijalarini u yoqdan tepadan hal qilishadi. O'zligi shuni qor erishiga qaraydi. Hozir qor erishi ko'paygan, shuning uchun suvni pastroq ushlab turadi. Qor erishi kamaygandan keyin dambani pasayib yopadi-da, suvni ko'tarib oladi. Dambada endi gez bormi, chorva gez chetdan? Mana shu chorva taraflari, mana qishloqdagilar hammasi gezdan ta'minlanib tok oladi. Undan tashqari yana ketadi betga? Yo'q, asosan mana aholiga, mana chorva atrofidagi aholiga yetadi mana. 22-yilda blackout bo'lgan. Butun O'zbekistonda svet o'chgan edi. Esimda. Yanvarmi, fevral? 22-yil dedi, yanglishmasam. Butun O'zbekistonda svet yo'q, faqat shu yerda svet bo'lgan. Chunki bu yerda suvni gez hisobiga. Qayerda suvni gez bo'lsa, o'sha yerda svet bo'lgan. Demak bu avtonomniyda. Bu avtonomniy emas, bu suvni hisobiga. Gez gidroelektrostansiya. Qayerda gez bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda svet o'chmagan. Tushunarli. Qo'shimcha veterinoy tok ishlab chiqarish anaqasini qo'yishni boshlagan bo'lgan, bo'tga bitta qo'ydi. O'zi boshqa territoriyaga ham qo'yishni ko'paytirishni boshlagan. 3 ta qo'yayotgan ekan, xitoyliklar qo'yayotgan ekan. Yana qo'ydi. Insoniyat nima deydi? Aholi yo'q joyga qo'yilar ekan. Bu magnitlik poyasi ta'sir qilar ekan. Mana bu asosan anaqaga qo'yiladi. Shamol qattiq ko'proq aktivniy bo'lsa, o'sha qo'yadi. Asosan shamol hisobiga. Uni ham xohlagan joyga qo'ymaydi, uni hisobi bor. Uni shamollar aylanishi. 1 yilda 365 kun bo'lsa, qancha shamol bo'ladi? Ma'lum bir kunning miqdori bor. Eng minimum manimcha kundan ko'p bo'lsa, o'shandan keyin o'shani qo'yadi. Agar 365 kunda 50 kun, 60 kun borib, 100 kun, 200 kun shamol bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'tga qo'ygan foydasi yo'q. Effektsiz. Effekti kam bo'ladi. Tushunarli. Tashakkur. Rahmat.